Mana qizimizni kimni esida bor, kim bir bizani haligi nimani postlarni bir yaxshilab kuzatsa, mana shu qizimiz уже katta bo'lib qolibdi. Mana qarang, sochlarini bunaqa uzunligini. Bir agar arxivdan ko'rib sochlarini yo'q paytlarini bir ko'rsatinglar. Juda ham zo'rda. Mana ham eng esli bizaga kelgan bemor ham shu qiz ham shu, chiroyli qiz ham shu. Lecheniyalarini to'polon qilib olardi-ga. Ha, onasi? Onasi to'polon qilib. Mana Kimda kurashmagan. Xudoga shukr, shu holatga keldik. Alhamdulillah. Shu holatga keldik. Janjallar bilan bu uyda lecheniya uydagilar ham olamiz, olmaymiz deb qancha bahslar bo'lgan. Kimlar aytmagan mana, bu bo'lmaydi, qanaqa bo'ladi, nima bo'lar ekan? O'zi ham ukollarni boshidan uncha oldirmasding, ha? Eslaysanmi? Bilasanmi shuni? Qanaqa yig'layapman. Qanaqa yig'larding? Ha? Bosib qo'llaringdan bosib ukol qilarmidik? Shunaqa. Onaki kurashganlar, Oybekka kurashganlar, Muborak kurashganlar, baraka topishsin. Siz bolajon doktorlar. Mana shu holatga men kelishman nima demoqchiman. Bu yana bir marta aytaman, maqtanish emasda, biz ham mana shunaqa holatni ko'rsak, o'zimizni mehnatimizdan minnatdor bo'lamiz-da. Bizga ham shu odamlarning duosi juda katta narsa. To'g'ri. Mana shu qizimizni men hech esimdan chiqmaydi-da buni. Birinchi kelgan paytlari eslaysizmi? Boshidagi patsientchalaringizdek. Eng birinchini qaldirg'ochlar deydi-yu. Qaldirg'ochlaringiz. Первый выпускники. Mana natijada bu sizga. Rahmat kattakon Ilhom aka, boringlarga shukr. Shunaqa. Kelishdingmi? Sizlardagi Молодец. shifokorlar ko'p bo'lishsin. Молодец. Rahmat.